Koreyaga kelganimga 8 yil bo'lgan bo'lsa-da, sochimga mos shampunni endi topdim. Bu reklama emas, o'zim 3-4 oydan beri shu shampunni ishlatyapman, juda ham foydasi katta bo'ldi. Sochlarim kam to'kilishi boshlab, qalin bo'lib o'sishni boshladi. Bu shampun bo'ralarni ochib, tozalab berar ekan, shuning uchun kichkina sochlar chiqishni boshladi. Sochimni yaxshilab sochiqda artgandan keyin haliginda ko'rsatgan essensimni surtab, sochimni quritaman. Shunda sochim qurigandan keyin yaltirab qoladi. Bu narsa esa Pedigree yuzga surtiladigan narsa, Koreyada birinchi o'rinni oldi. Brendi esa Medicube. Undan keyin surtagan siviritkam ham Koreyada birinchi o'rinda turadi. Ishonchli narsa, bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Siviritkadan keyin esa qora ulitkani kremini surtadim. O'zimizda qimmat turadi, lekin qaynukam armiyadan zakaz qilib jo'natganiga yarim puliga jo'natvordi. U ham zo'r uvlashni qilar ekan, ishonaveringlar, bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Ayniqsa yuz quruqshlab ketadigan yuzlarga juda ham mos keladi. 1 yil oldin sochimni keratin qilganman, shuning uchun har safar yuvganimdan keyin shunaqa tekis bo'lib qoladi. Sochim juda ham ko'p to'kilardi, ishonaveringlar, kal bo'lib qolaman deb o'ylagandim, lekin xudoga shukr, shu shampunni olganimdan keyin ancha to'kilishni to'xtatdi. Va oldin sochim juda ham siyrak edi, hozir esa karslarning sochiga o'xshab qalin soch o'sadi.